Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Charchamışlarmi? Hamma zo'rmi? Akalar, bizda bugun yangi ikkita instrumentimiz bor edi. Hozir shuni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Mana bu yangi instrumentimiz karcher apparati. Buni ko'rganlar biladi. Yangi karcher apparatimiz keldi. Hozir shuni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz akalar. Marhamat. Karcher apparatimizda kerak bo'ladigan narsalari o'zini pena bachogi, pena solib ishlatiladi. O'zini shlanglari, filtrlari bor. Har xil suvlarga chagalar, qurumlar o'tmasligi uchun. O'zini pistoletlari ham zo'r, yangi. Shlanglari ham yangi. Mana bu pistoletimizda uchi, nasatkasi va karcher apparatimizda o'zi. Marhamat, karcher apparatimizni ko'rishingiz mumkin. Bu yangi karcher apparatimiz. Mana bu o'zining berkalari, qancha davlalar haydashlari, volt ishlashlari hammasi yozilgan. Mana shu apparatimiz akalar. Bu apparatimizni ishlatishdan maqsad konditsionerlarni tozalashda ishlatiladi. Konditsionerlarni обязательно 1 yil, 2 yilda misol tozalab turish kerak. Tozalamasa yaxshi sovutmaydi, isitmaydi, o'ziga chang, qum, hamma narsani yig'ib oladi, tashqaridan, ichkaridan bo'ladigan havolarni yig'ib oladi. Mana shu apparat bilan tozalash kerak, обязательно. Kimga shunaqa tozalash xizmatlari, sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqasiz akalar. Ishlarni zo'r qilib, ideal qilib bitirib beramiz. Bizda birinchi sifat va kafolat. Hammasi mana manometrlari. Mana yana bitta instrumentimiz bor. Bu instrumentimiz konditsionerni o'rash uchun chexol. Mana bu konditsionerimiz. Mana shu narsani shuna kiydiriladi. Shuna qurilmani aylantirib kiydiriladi-yu, mana bu rasmda qo'yibdi. Devorga hech qanaqa suv tegmaydi. Hech qanaqa devorga tasma qilmaydi. Mana o'zining silib shlanglari, mana tagidan suv oqib ketaveradi, kirlari hammasi bor. Mana ichkaridagi kapotkalarni, barabarlarni yuvadigan cho'tka bemalol yuvib ishlatiladi konditsionerimizda. Mana akalar, mana shu instrumentlarimiz. Shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Ishlarni zo'r qilib, ideal qilib bitirib beramiz akalar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ying. Kuzatishda davom eting. Bizda hali hammasi oldinda akalar. Sog' bo'linglar, charchamanglar.